Hurmatli tinglovchilar, men mana bu yerda mehmondorchilikda o'tirganim yo'q. Sizlarga lits, ya'ni quymoq degan so'zni pristavkalar bilan ishlatishni o'rgatish uchun idishlarda ovalib, yig'ib o'tiribman. Lits, quymoq. Bu suv quymoq, choy quymoq, qozonga yog' quymoq, benzin quymoq va hokazo. Ana shu quymoq so'zi rus tilida qaysi pristavkalar bilan ishlatilganda qanday ma'no beradi? Shuni ko'rib chiqamiz. Lekin dastlab siz mana shu lits, ya'ni quymoq so'zini zamonlarda, shaxslarda tuslashga avval o'rganib oling. Lits, quymoq. Я lil, men quydim. Ты lil, он lil, она lila, мы lili, вы lili, они lili. Я лью, men quyapman. Ты льешь, sen quyapsan. Va hokazo. Он льет, она льет, мы льем, вы льете, они льют. Kelasi zamon. Я буду лить, quyaman. Ты будешь лить, он будет лить, она будет лить, мы будем лить, вы будете лить, они будут lить. Lekin kelasi zamonda nalit so'zini ishlatish mumkin. Я налью, men quyaman. Ты нальешь, sen quyasan. Он нальет, u quyadi. Мы нальем, biz quyamiz. Вы нальете, siz quyasiz. Они нальют, ular quyadilar. Nalivat so'zi quymoq hozirgi zamonda ishlatilinadi. Я наливаю, quyapman. Ты наливаешь, quyapsan. Он наливает, quyapti. Мы наливаем, quyapmiz. Вы наливаете, siz quyapsiz. Они наливают, ular quyaptilar. Lit so'zi bu klassik forma deydi. Ya'ni oddiy quymoq so'zi. Agar siz lit so'zini o'tgan zamonda lil yoki nalil desiz, oddiy quyish bo'ladi. Masalan, aytaylik, mana bu piyolaga choyni quyish. Вот, я лью, quyapman. Вот, lil, quydim. Birorta idishga quysiz, ana shu so'zni ishlatasiz. Va biror joyga quysiz ham, ya'ni bir tekislikka quysiz ham, xuddi shu so'zni ishlatasiz. Masalan, bu suvni idishga mana quyishingiz mumkin. Mana liyu, quyapman, ya liyu. Hatto mana bu tekislikka ham quyish mumkin. Buni dog'i bor ekan. Shuni artib tashlash uchun mana liyu, mana stolgaman nalil. Ya'ni quydim. Lil. Quymoq, ya'ni biror narsani ustiga lil quyish demak, lit so'zi bilan ishlatilinadi. Lit so'zi oddiy quyish degan ma'noni beradi. Birorta idishga quyish yoki biror joyga, hatto bir tekislikka ham quyish lit so'zi bilan ishlatiladi. Ikkinchi juftlik bu nalivat, yana o'sha nalit. Endi buni farqi shuki, nalivat so'zi quyish degan ma'noni bildiradi. Lekin biror narsaga quyish, tekislikka emas. Mana naливаю, quyapman. Mana nalil, quydim. Men faqat idishga quydim. Mana buni ustiga quyish, stolni tekislikka, yerga, biror joyga quyish. Bu nalivat emas. Bu lit
quymoq. Ana shu quyish degan so'zni o'zini ikki xil ma'nosini tushunib oling. Agar birorta idishga quymoqchi bo'lsangiz, lit so'zini ishlating. Agar tekislikka quymoqchi bo'lsangiz, lit so'zini ishlating. Lekin faqat idishga quysangiz, qozonga yog' quysangiz, mashinaga benzin quysangiz, endi bu yerda lit so'zdan tashqari nalivat so'zini ham ishlatsangiz bo'ladi. Nalivаю, налью, лью quyaverasiz. Hammasi quydim bo'lyapti. Faqat ozgina ma'nosida farq bor. Endi keyin tushuntiraman buni. Lyu quyapman, lyu quyapman, lyu quyapman, lyu quyapman, lyu quyapman. Ko'ryapsizmi? Lyu so'zini men tekislikka nisbatan ham ishlatdim. Endi naливаю faqat idishga naливаю. Mana bu stol ustiga naливаю bo'lmaydi. Tekislikka naливаю deyilmaydi. Farq shu xolos. Endi shu so'zlar bilan pristavkalarni ishlatilishi. V pristavkasi влить, вливать, вливаю, вливаю. Nimaga вливаю deyapman? Birorta idish bo'lib, u idishni toraygan qismi bo'lib, ana shu toraygan qismidan quyib turgan bo'lsangiz, вливаю so'zini ishlatasiz. Mana men quyapman, lyu deb aytsangiz ham bo'laveradi. Hech kim hech narsa demaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, quyapman deb aytsangiz bo'ladi. Lekin siz yanada aniqroq qilib, yanada buni grammatik jihatdan to'g'ri gapirmoqchi bo'lsangiz, agar idishni og'zini shu toraygan qismi bo'lsa-yu, siz mana shunga mo'ljallab quyib turgan bo'lsangiz, unda вот вливаю, вливаю, вливаю deb aytsangiz bo'ladi. Men bunga va'ni qo'shib gapiraman ekan, vlivat deyishim kerak ekan deyish va shu xayolda qolish noto'g'ri. Xohlasangiz va siz ishlatavering, bu ham to'g'ri. Вот liu quyapman. Liu mana lil, nalil quydim, vlil quydim. Faqat o'sha va birorta narsani shu toraygan qismiga shuni quyishni bildiradi xolos. Demak, kanistrlarga benzin quyapsizmi? Вливаю deying. Kanistrga benzin quyapsizmi? Наливаю deying. Ikkalasi ham bitta narsa. Faqat predlog va aniqroq ma'lumot beradi xolos. Endi keyingi fe'l bu вы pristavkasi bilan. Ma'lumki, вы bu tashqariga yo'nalishni anglatadi. Выливать, вливать. O'zbekchasiga aytganda to'kmoq. Qarang, o'zbek tilida ikkita so'zni yodlash kerak. Quymoq, to'kmoq. Rus tilida bunday emas. Rus tilida quymoq so'ziga, ya'ni lit so'ziga вы pristavkasini qo'ysiz, demak tashqariga quymoq, boshqacha aytganda to'kmoq degan ma'noni beradi. Mana qarang, men hozir naливаю quyapman. Mana liu quyapman. Nalil quydim. Lil quydim. Yoki bo'lmasam men mana bu idishni og'zi toraygan joyidan вливаю quyapman. Вливаю yoki naливаю farqi yo'q. Naливаю faqat вливаю desangiz, men o'sha idishni og'zi qandaydir toraygan joyi borligini tushunaman. Endi mana bu baklashkadan men выливаю to'kib tashlayapman. Выливаю, вылил to'kdim. Endi krужкаdan выливаю mana вылил to'kdim. Demak, men dastlab
mana bu krужкаga suvni налил, вот наливаю, налил, а теперь выливаю, вылил. Man demak baklashkaga вот наливаю, boshqacha aytganda вливаю, ikkalasi ham bitta narsa. Endi baklashkada menga kerak emas edi, выливаю, вылил, to'kib tashladim. Bu вы приставкasini mazmuni. Endi men hozir mana bu krужка bokalga qaranglar. Наливаю, mana наливаю, наливаю. Va sizga gapiraman deb, oy, men to'kib yubordim. Qarang, men nalivat qilyapti turib, sizga gapiraman deb, ma'lum bir qismini, demak, stolga prolil, pro pristavkasi, demak, o'sha to'kib yuborish. Aniqrog'ini aytganda, bu bokalni yotkizib to'kish emas, yoki suvni to'kib tashlash emas, bilmasdan ozgina qismni to'kib yuborish. Pro pristavkasi bilan. Prolil, men tezda artib olaman stolni ustini. Nimaga? Chunki prolil. Qachon prolil? Nalivat qilyap turganimda kameraga qarayman deb, men ozgina suvni prolil. Yana bir marta ko'rsataman. Qarang. Stakanchikka suvni наливаю, sizga gapiraman deb ozginasini, demak, mana ozginasini men stolda yeyman deb to'kmayapman. Mana prolil, lekin bu yerda juda ham ko'p emas. Pro oz miqdorda to'kib olganingizni bildiradi. Prolil. Endi buni ichkim kelmay qoldi. Mana выливаю, to'kib tashladim. Вылил, to'kdim. Bu yerga esa prolil, ozgina bilmasdan mana bu yerga quyib yubordim. O'zbek tilida bu so'zlar har xil aytiladi. Men hozir mana shu video boshlangandan beri qani o'zbekcha aytib ko'raychi, qanaqa so'zlarni ishlatdim ekan. Quymoq so'zini o'rganyapti turib, men baklashkaga suv quydim, bokalga suv quydim. Ana undan keyin baklashkaga men mana bu toraygan qismidan quydim, krужкаga quydim. Keyin krужкадagi suvni to'kib yubordim, to'kib tashladim, aniqrog'ini aytganda. Keyin baklashkadagi suvni to'kib tashladim. Men mana bu stakanga quyib turib, bilmasdan, bexosdan ozginasini stol ustiga quyib yubordim. Ya'ni stakanga quyilish kerak bo'lgan suv stol ustiga tushdi. Prolit qilib qo'ydim. Demak, lit quymoq, nalit quymoq, nalivat quymoq ishlatavering. Faqat lit so'zi bilan nalivat so'zi, nalit so'zi bilan nalivat so'zining farqi shuki, nalivat qilish mumkin faqat idishlarga. Lit qilish mumkin idishlarga va tekislikka, biror joyga quyish mumkin. Lekin nalivat albatta nimagadir quyish. Demak, siz mastava pishirasizmi? Sho'rva pishirasizmi? Mehmonlar keladimi, oila a'zolaringizgami? Idishga faqat nalivat qilasiz. Siz sho'rva quyasizmi, mastava quyasizmi? Siz idishlarga bo'lib tashlaysiz. Bu keyinroq tushuntiraman. Lit qilasiz. Lekin hech qachon menimcha siz sho'rva mastavani polga yoki qozonni atrofiga, umuman idish bo'lmagan joyga siz nalivat qilmaysiz. Faqat idishga nalivat qilasiz. Ortib qolgan suvlarni bo'lsa yoki choyni kerak bo'lsa rakovinaga yoki birorta axlat turadigan idishgami vylivat qilasiz, to'kib tashlaysiz. Faqat ovqat quyib turganda ehtiyot bo'ling, issiqda u
prolivat qilib qo'ymang, qo'lingiz kuyib qolishi mumkin. Prolivat ozginasini boshqa yoqqa quyib yuborish, to'kib qo'ymoq. Ana shunaqa. Yana bitta pristavka. Bu raz приставкасы. Разлить, разливать. Разливаю, разливаешь, разливает. Разливаем, разливаете, разливают. Nimani anglatadi? Bundan oldingi pristavkani o'tishda mana bu stakanga nalivat qildim. Ya'ni quydim. Mana qarang. Naливаю, quyapman. Gapiraman deb, prolivat qo'ydim, prolil, to'kib yubordim ozgina qismini. Endi tasavvur qiling. Mana bu stakandan bu stakanga выливаю, quyapman, quydim. Endi yana bitta holat borki, mana buni o'ynab o'tirib sizga gapiryapman. Shunda qandaydir bexosdan, bilmasdan shu qo'limdagi stakan silliq ketdimi yoki tegib ketdimi, xullas kalom to'kilib ketdi. Men judayam ko'p miqdordagi suvni bu yerga to'kib yubordim, idish yiqilib ketdi. Razlil, prolil, oz miqdorda suv to'kib yubordim, razlil, idishda yiqitib yubordim, suv to'kilib ketdi. Demak, prolil oz miqdordagi suv to'kildi, ya'ni quyib turib to'kdim. Razlil, masalan, bor juda ko'p holatlar bo'ladi. Ko'pchilik yosh bolalar ayniqsa shu xontaxt atrofida o'tirganda, stol atrofida o'tirganda yoki o'ynayotganda bilmasdan bexosdan haligi idishga tegib ketadi-da, ya'ni to'kib yuboradi. Mana razlit qilib yuboradi. Razlit bu ko'p miqdordagi o'sha suyuqlikni to'kilishi. Shunda kattalar darhol yosh bolalarni, bechoralarni urishga, so'kishga, tanbeh berishga tushib ketadi. Shunaqami? Lekin o'ylab ko'rganmisiz siz? O'zingiz to'kmaganmisiz? O'zingiz birorta idishda bexosdan razlit ko'rmaganmisiz choyni? Nimaga unaqa yosh bolalarni urishasiz? O'ylab ko'ring bunisini ham. Demak, razlit bu ko'p miqdorda to'kib yuborish. Prolit quyib turib ozginasini to'kib qo'yish bilmasdan. Quyib yuborish, boshqa joyga quyib yuborish. Prolit deyiladi. Razlit pristavkasi demak to'kib yuborish umuman. Eng yomoni juda ham ko'p eshitamiz bu narsalarni. Ming afsuski, bunaqasidan Xudoning o'zi saqlasin. Qaynoq choyni piyolaga quyiladi yoki choynak stolning ustida yoki chekkasida, chetida turgan bo'ladi. Afsuski kimdir u yerda o'tirgan bo'ladi va kimdir bilmasdan choynakni og'anatib yuboradi va bor choynakdagi issiq choy unga to'kilib ketadi. Ya'ni o'sha yiqitib yuborgan odam shu choynakdagi choyni razlit qo'ygan bo'ladi. Razlit ko'p miqdorda to'kib yuborish, prolit quyayotib ozginasini to'kib yuborish. Razlit ma'nosini yana bitta ma'nosi bor razlit so'zini. Tasavvur qiling, avval men sizga tushuntirish uchun mana uni выливать qilib tashlayman. Mana. Tasavvur qiling, ikkita mehmon o'tiribdi. Mana я наливаю воду stakanlarga quyapman. Yoki bo'lmasa я разливаю воду, разливаю по стаканам, stakanlarga quyapman. Наливаю в стаканы, demak stakanlarga quydim. Разливаю по стаканам, stakanlarga bo'lib quydim. Razlivnoye pivo degan ko'cha-ko'yda pivo sotadigan do'konlar bor. O'sha katta bochkada pivo turadi va kelgan odamga bakalda razlivat qilib berishadi. Ya'ni bakalma-bakal quyib sotishadi. Shuning uchun ham do'konlar nomini razlivnoye pivo deyiladi.
pristavkasini mazmuni demak bo'lib quyish. Ko'pincha spirtli ichimlik ichadiganlar guruhida kimdir o'sha vodka deydimi yoki konyak deydimi, spirtli ichimlikni davay, razlivay deydi. Ya'ni bo'lib quy deyapti. Raz pristavkasini ikkinchi ma'nosi ana shunaqa. Keyingi so'zimiz dalit, dalivat, ya'ni do pristavkasi bilan. Dali deb aytganda qaysi holatni hisobga olyapti? Mana 3 ta stakan. Tasavvur qiling, mana shu uchala stakanga mana bu suvni lits qilaman. Nalits qilaman. Mana я наливаю, вот наливаю. То есть разлил, ya'ni quyib chiqdim, bo'lib chiqdim, razlil. Ana endi mana bu stakanni uzatganimda kimgadir qandaydir bu suv unga oz ko'rindi, shekilli chanqab turgan ekan, daley dedi. Ya'ni o'sha lit so'ziga doni qo'shib gapirdi. Dalivat qilishim uchun, ya'ni dalit qilishim uchun mana shu stakanga yana suvni nalivat qilaman va mana bu stakanni ma'lum bir miqdorigacha olib boraman. Dalivat so'zi ustiga quy yana degan ma'noda, lekin qaysidir joyigacha degan ma'noni beradi. Mana bu stakandagi suvni mana bu etiketkasi turgan joyigacha dalit qildim. Ana endi shunga o'xshagan yana bir so'z bor. Bu pod pristavkasi bilan podlivat, podlit. Bu ham qo'shimcha qilish, ya'ni quyish, lekin quyib qo'shib qo'yish. Ustiga quyib bersangiz bo'ldi. Ma'lum bir mana bu joyigacha deyish kerak emas. Demak, mana bu ikkala stakanga suv quydim, ikki xil usulda. Hozir men stakandagi suvlar ko'payib ketganligi uchun vylivat qilaman. Sizga yanada tushuntirish uchun mana vylivat qilaman. Uchala stakandagi suvni vylil to'kib tashladim. Endi razlivat qilaman, ya'ni quyib chiqaman, razlivat yoki nalivat qilaman. Mana naливаю. Mana bu ozgina bo'lib qoldi. Mana bu stakanni mana bu chizig'igacha quyishim kerak. Dalivat qilaman. Вот, mana dalil. Aytgan joyimgacha quydim. Dalil. Mana bu ham ozgina bo'lib qoldi. Endi buni podlit qilaman. Buni qarashim shart emas. Mana ikkachadi. Prosta quyib beryapman. Bu ham qo'shish degani. Demak, ustiga yana qo'shib quyib ber degan so'z ikkita. Dalivat bu ma'lum bir chegaragacha aytilganda, podlivat bu ustiga quyib berish. Chegarani ko'rsatmaydi. Dalivat so'zini, ya'ni do pristavkasi bilan ishlatilganda yana bitta ma'nosi bor. Masalan, deylik, mana choy. Men aytdimki, choy sovib qolibdi, shuni yangilab beringlar dedim. Xo'p, ular bering choyni aytdi deyishadi, to'xtanglar. Bu choyni men quyib olay oxirigacha. To'kib tashlash dedim-da, mana men buni oxirigacha quyib oldim. Mana choynida choy qolmadi, mana. Ko'ryapsizmi? Qolmadi choy. Ya dalil. Oxirigacha quydim, dalil. Mana, men quyib bo'ldim. Ya'ni shu ishni oxirigacha qildim. Gacha degan mazmunni beruvchi o'sha do pristavkasini ishlatdim-da, oxirigacha shu ishni bajardim.
Ushbu pristavkalar bo'yicha men yakuniy gapim do pristavkasi ikkita ma'no beradi. Birinchisi, dalit bu ma'lum bir ko'rsatilgan joygacha quyib qo'shib berish, padlit haligini ustiga ozgina quyib qo'shib qo'yish. Padlivat. Demak, dalit ikkinchi mazmuni oxirigacha quyib qo'yish. Dali oxirigacha quy, choylayni bo'shat. Dali. Ana undan keyin choylayni men yangilab beraman choyini. Bu do hamda pad pristavkalari bo'yicha tushuncha. Navbatdagi pristavkamiz bu ot pristavkasi. Atlit, atlivat. Bu nima degani? Hozirgina bundan oldin men sizga mana bu stakanlarga suv quyib chiqdim. Razlil, ya'ni suvlarni quyib chiqdim men. Mana nalivayu quyapman. To есть razlivayu. Stakanlarga quyib chiqyapman. Ana endi men mehmonlarga uzatganimda mana bu juda ham chanqamagan inson aytdiki, shu ozgina ko'p quyib olibsiz. Men ozginasini nima qilay, boshqaga quyib beray yoki bo'lmasam to'kib tashlay dedi. Ozginasini. Ozginasini. Mana keyin u o'sha stakanni oldida mana ozginasini atlit qildi. Demak, hozirgina bundan oldingi pristavkada biz padlit, ya'ni ozgina quyib bergandik. Ozgina quyib berdim, padlit qildim. Endi bu odam ko'p bo'lib ketganligi uchun atlit qildi, ozginasini bo'shatdi. Demak, padlit so'zini teskarisi atlit. Padlit ozgina yana qo'shib quyish, atlit ozginasini to'kib tashlash. Siz bu pristavkalar bilan bu so'zlarni eslatib o'taman, qanday aytish kerakligini bilish uchun ushbu videoni boshida bergan o'sha tuslashni bilishingiz kerak. Masalan, nalivat so'ziga hozirgina sizga tushuntirib borayotgan pristavkalarning ma'nosiga qarab qo'shib ketaverasiz. Nalivat, razlivat, padlivat, atlivat, dalivat ketaveradi. Tuslash bo'lsa o'sha livat so'zini qo'shimchalarni qo'yib gapiraverasiz. Eng asosiysi shu o'tayotgan pristavkalarimizni biling. Navbatdagi so'zimiz pere pristavkasi bilan perelits, perelivats. Perelits bu bitta idishdan ikkinchi idishga quygan paytda ishlatiladi. Mana, demak, mana bu stakandagi suvni bu stakanga quyapman. Buni bo'shatyapman, buni band qilyapman. Вот, переливаю. Вот, перелил. Unisidan bunisiga quydim. Переливаю, переливаю. Perelil. Ikkinchi ma'nosi bu oshirib yuborish. Agarda siz masalan mana bu stakanga suvni quysiz, mana quyapman, mana quydim. Yana deyishda quydi. Ana perelil oshirib yubordim. Men perelil qildimki, natijada prolil, ya'ni ma'lum bir miqdordagi suv stolga tushdi. Prolil. Nimaga? Chunki men perelil oshirib yubordim. Men ozginasini bunga endi atlet qilaman. Ozginasini bunga to'kib qo'ydim. Mana atlet qildim, bunda ham normal bo'ldi. Lekin men mana bu stakanni vylit qilaman. Vylit to'kib tashladim. Endi bu stakan kerak menga. Shuning uchun perelit qilaman. Bundan bunga qo'shdim. Mana bu stakanga yanada ozgina nalivat qilaman, quyaman. Ana ozginasini quydim. Как раз полный stakan bo'ldi. Lekin ozgina yetmayapti baribir. Mana, ozgina. Ana perelil miqdoridan oshiqcha quyib yubordim. Natijada stolga prolil, ya'ni suv toshib ketdi. Bu
peri pristavkasi bo'yicha. Keyingi so'zimiz zalit, zalivat. Ha, za pristavkasi bilan. Bu nima degani? Yaqqol o'zbekchasiga gapirsam, bo'ktirib qo'ymoq, ivitib qo'ymoq degani. Osh qilishdan oldin no'xatni siz suvga ivitib qo'yasizmi, bo'ktirib qo'yasizmi, cho'ktirib qo'yasizmi? Yoki osh qilishdan oldin guruchni ivitasizmi? Ya'ni suvga bo'ktirib qo'yasizmi? Rus tilida aynan shu so'z za pristavkasi bilan aytiladi. Zalit, zalivat. Masalan, aytaylik, mana bu pechenyeni rosa yegim keldi. Lekin shunchalik qattiq ketibdiki bu, tishlasa qattiq juda ham. Shuning uchun men buni idishga soldim. Endi men buni mana zaливаю печенье водой, заливаю печенье водой. Ya'ni pechenyeni suv bilan ivitib qo'yapman. Za pristavkasini yana bitta mazmuni bor, bu yerda ko'rsatishning iloji yo'q. Chunki nima deydi? Bu juda ham ko'p miqdorda suvni yoki birorta suyuqlikni to'kib olish. Masalan, aytaylik, mana bu litr, mana bu bankada to'la suv olib kelyapman. To'kib oldim. Hamma joy suv bo'ldi. Yoki bir paqir suv olib kelyapman, bir chelak. To'kib oldim, yiqilib ketdi paqir. Hamma yoq suv bo'ldi. Zalil, ya'ni razlil degan so'z bor-ku, razlil biz hali darsimiz boshida o'tdik. To'kib oldim, ma'lum bir miqdordagi stakandagi suvda. Lekin zalit bu juda katta miqdorda suv bosib ketsa yoki ko'p miqdordagi o'sha suyuqlikni to'kib olsangiz, zalivat deyishingiz mumkin. Bundan tashqari yana zalit so'zini yana bitta formasi v pristavkasi bilan ishlatgan esingizdami? Og'zi kichkina idishlarga vlivat dedik, mana vlivat quyapman. Shuni zalivat deyishingiz mumkin. Nimaga? Buni berkitib qo'yasiz qopqog'i bilan. Ya'ni ustini berkitish mumkin bo'lgan idishga suv quysangiz, zalil degan yoki zalivat so'zini ishlatishingiz mumkin. Zavari chay deydi. Eshitganmisiz? Choy damla degani. Damla, ya'ni ustini berkit. Ana shu so'z shundan olingan. Zalit so'zi demak, bo'ktirib qo'yish. Bechora pechenye ivib ketdi. Zalit qildim chunki men bu pechenyeni og'zini berkitish mumkin bo'lgan idishga nalivat qilishingiz mumkin, vlivat qilishingiz mumkin, zalivat qilishingiz mumkin. Qaysini aytaman ekan deb kechasi bilan uxlolmay chiqmang. Xohlaganingizni aytavering. Mazmun bitta. Faqat zalivatda mana bu idishga zalivat bo'lmaydi, usti berkmas-ku buni. Mana uni qopqog'i bor. Bilmayman, qopqog'i qayerda. Mana zalivat qilib berkitib qo'yaman. Ana shunday bo'ladi. Ana endi mana bu pechenyeni qutqarish kerak o'rtoqlar. Ichidagi suvni to'kib tashlash kerak. Endi men suvni mana bu stakandagi suvga o'xshab, mana masalan mana bu stakanga nalivat qilaman, mana nalivayu, ha? Endi vylivayu to'kib tashlayapman. Erkin to'kdim. Lekin mana bu suvni endi men to'sib turib to'kaman, chunki pechenye bor ichida. Sliva, pristavkasi. Mana slivat qildim. Ya'ni o'sha bo'ktirib qo'ygan narsangizni, ivitib qo'ygan narsangizni suvini to'kib tashlash slivat. Ya'ni o'sha siz ishlatgan suvni ehtiyotkorlik bilan ivitib qo'ygan narsangizni idishga olib qo'yib, slivat qilib tashlash. Biz o'zbeklarda qanaqangi ishlatiladi? Guruchni ivitib qo'yganman, borib suvini to'kib tashlaymiz. Nimaga suvni to'kib tashlaymiz? E'tibor berganmisiz? Suvini to'kib tashlaymiz. Endi chelakda eski suv bor ekan, suvni to'kib tasha. E'tibor bering, suvni to'kib tasha dedim. Men suvini to'kib tasha demayapman. Suvni to'kib tasha. Vylivat. Endi no'xatni o'tib qo'yibmiz, nima qilay suvini? Suvini to'kib tasha. Suvni to'kib tasha demaymiz. Chunki juda ko'pchilik pristavkalarda o'tyap turganida muncha ham mayda, muncha ham juda ko'p deydi.
Gap borku, avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Biz o'zbek tilidagi quymoq degan mana shu so'zlar bilan hozir biz o'tgan pristavkalarni gapirishda nafaqat so'z, balki boshqa so'zni ham yodlashga to'g'ri keladi. S pristavkasining yana bitta ma'nosi hamma idishdagi suvlarni bitta idishga quyish. Mana banka turibdi, men slivayu, ya'ni hamma idishlarni bo'shatyapman. Slivayu, вот slil. Aytishingiz mumkin, to'kib tashlading-ku. Mana vylil, to'kdim. Slivayu, slil. Hammasini bitta idishga to'kdim ma'nosida ketyapti. Bankadagi suvni olamiz. Menda uzoqroq ekan. Gulga sekin quyaman. Palivayu. Sizga ko'rsatmasdan gulimni sug'oryapman. Palivayu. Ana palil sug'ordim. Gulim juda chiroyli ochilgan, ko'zingiz tegib qoladi. Shuning uchun ko'rsatmadim. Demak, palival po pristavkasi sug'ormoq degan ma'noni beradi. Ana endi lits quymoq, nalits quymoq, nalivat quymoq so'zlarini biz boshqa pristavkalar bilan ishlatib, o'zbek tiliga quyidagi so'zlarni hosil qilamiz. Quydim, sug'ordim, ivitib qo'ydim, suvini to'kib tashladim, suvni to'kdim, suvni to'kvordim, hamma yo'qni sharabbom qildim. Bu o'zbek tili. Ruslarda bo'lsa, o'sha lit, nalit so'ziga bugun sizga tushuntirgan shu pristavkalarda qo'shish yo'li bilan aytiladi, qo'yiladi. Endi mana shu pristavkalar bilan bu so'zlar qanday aytiladi? Siz videomiz boshidagi lit, nalit, nalivat so'zlarni zamonlarda, shaxslarda, ya'ni men, sen, biz, siz, ular tuslashni yaxshilab o'rganib oling. Oldiga mana shu pristavkalarni qo'yib gapiring. Ana o'shanda siz gulni sug'oryapman, no'xatdan suvini to'kib tashlayapman, kansirga benzin quyapman, yana nima? To'kvordim, hamma yo'qni ho'kib tashladik. Ana so'zlarni bemalol ayta olasiz. Buning uchun yana qaytaraman, ushbu so'zni tuslashni o'rganing. Bu lit so'zi bo'yicha menga yordam bergan mana bu stakanlar, mana bu bankayu bakallar, mana bu baklashkayu pechene solingan idishlar, choynak hamda mana bu termoslar hammasi bugun suyuqlik bilan to'la bo'ldi. Va mana shu suyuqlikni quyish masalasi bo'yicha o'ylaymanki, endi siz juda ko'p narsani ayta olasiz, buyura olasiz. Ley, quy, sley, suvini to'kib tasha. Pereley, unisidan bunisiga to'k. Praley, oshirvor, toshirvor. Zaley, bo'ktirib qo'y. Daley, ma'lum bir joygacha quy. Padley, yana ozgina quy. Atley, ozginasini to'kib tashla, ozginasini. Va hokazo. Endi esa mashq qiling. Yodingizdan ko'tarildimi? Videoni qayta ko'ring. Salomat bo'ling.